akajonim, qachon bu xayolparastligingiz qolar ekan-a? El qatori yashab yurgan oddiy odamsiz-u, lekin xom xayollaringizga berilib, o'zingizni Shavkat boyman deysiz. Agar sizni uylantirib qo'ymasam, o'g'lingiz Sanjaram sizdan ibrat ola boshlaydi. Ha. Tozalab artib qo'ylaring, suv bo'lib ketdi. Keyin Nargiz. Assalomu alaykum aka. Cho'milayotgandingizmi? Qanaqa cho'milish? Qayerda ag'darilib ketdim. Qayerda? Akvariumda. Akvariumda nima qilib yuribsiz? Kimdir kitga ovqat berish kerak-ku. Ana boshlandi. Qayg'am cho'kib ketdi. Kitni mazasi yo'q. Ana jiyaningni ko'rmaysanmi? Betayin. Kitob bering deydi-yu, men olib berdim. Nima bo'ldi? Xudoyim. Ana ko'rmaysanmi jiyaningni? Yuribdi so'ppayib. Sanjar! Sanjar! Labay dedi. Menga qara. Nega kitga qaramaysanlar? Qarayapmiz. Uni sig'i chiqib dabdala bo'lib yotibdi-yu, yo'talib. O'pkasi shamollaganmi? To'g'a qildim. E'tibor qilmaysan sen bola. Men qarani, Qobil akaning o'g'li Hasan mol doktori bor-ku. Ha. O'sha bilan gaplashchi, ko'rib bera olmasmikin? Dada, bilasiz-uni. Bo'kib qopti, so'yib yuborish kerak degan narsadan boshqa narsani bilmaydi u. Unda rahmatli Jak Iv Kustoni kenja o'g'li bor-ku. Ha. O'shanga qo'ng'iroq ko'r. Ha. Qanday davolash kerak, nima dori berish kerak, so'rat, kap-katta bo'lasan-ku. Xo'p. Tushundingmi? Keyin men qara. Kranni ham gaplashib qo'y, akvariumdan qayiq olib chiqish kerak. Xo'p. Yo, o'zingiz olib chiqa olasizmi? Xo'p degin. Bo'ldi, hal qilamiz. Keyin Tinch akam direktoriga ham qo'ng'iroq qilgan. Suv kamayib qoldi, 1000 tonna suv yuborsin. Obbo. Xo'sh, eshitaman Nargiz. Aka, kenayim olamdan o'tganlariga ham ancha bo'ldi. Oxirat obod bo'lsin. Axir har bir inson baxtli bo'lishga haqqi bor-ku. Bordir. Siz ham baxtingiz butun bo'lsin, yoningizda suyanchig'ingiz bo'lsin deyman. Obbo, Nargiz, yana boshladingmi shu gapni? Shuncha yildan buyon shunday hashamatli uyda bitta o'g'lingiz bilan yolg'iz yashaysiz. Qarang hovlingizni, qarang, hovli yotishini. Har holda ayol kishi bo'lsa, supursidir, choy-poy deganlaridek, a? To'xtab tur. Qachongacha xom xayollar bilan yashaysiz? Eshitaman. Alo, Shavkatjonmi bu? O'zlari. Sizga Mirza Karim aka qarzlarini berib yubordilar. Kim bilan gaplashyapman o'zi? Ismim Po'lat. Biz bir-birimizni tanimaymiz. Po'lat aka eshitaman. Mirza Karim aka sizdan uy sotib olgan ekanlar. Pulni yarmini bergan ekan. Yarmi menda. Shuni menga olib borib bergin dedi. Xo'sh, o'zi safarda edi. Ertaga jiyanlarim sizga olib borib berishadi. Ertaga peshingacha uydaman. Undan keyin kechgacha sartaroshxonada bo'laman. Mo'ylovim o'sib ketibdi. Tekstlashim kerak. Bo'pti, ertaga qo'ng'iroqlashamiz. Xo'p, qo'ng'iroq qilib kelaveringlar. Choy-poy degan Nargiz. Xullas, men hech narsani bilmayman. Ertadan boshlab sovchilikka yuraman. Toki sizni baxtli qilib, baxtingizni ochmagunimcha tinchimayman. Nargiz. Jonga tegib ketdi bu xayolparastligingiz. Katta qiz bo'lib qolding. Men ham yosh bolamasman. Bilganingni qil. Vobbo, ala tushib ketdi bu ham. To'xtalaring, qayerdasizlar? Bu yerdamiz. Ha? Qala. Sekin. To'xta, olaman. Qalasizlar. Ko'chaga chiqish yo'q, Said, ko'chaga chiqish yo'q. Ko'chaga chiqish yo'q. Bu yerdamiz. Olaman. Ko'rmayapti-ku. Qala. Hoppa! Ay, sabr et. Sanjar. So'braga nima qilganingiz bu? Nimaga tirsayapsiz? O'yinni ko'zdan chiqarayapsan. Xo'sh, Sanjar, xayolparastlardan qalay? Shavkat boyman deb hali ham o'zini xom xayollariga berilib yuribdimi? Ajoyib dadang bordi. Xo'sh, nima iltimos bilan kelding? Sobir aka, xullas, maktabda bir ishga qilib qo'ygandim. O'shanga ustoz dadamni chaqirgandilar. O'rlarga borsiz degandim. Maylimi? Men shundoq savlatli, shundoq saxovatli, shundoq
mo'ylovli dadang turganda men boramanmi? Bo'l. Tamom, tushundim. Yo. Iltimos akajon. Yo'q demang. Sanjar, bosh qotirmaga. Mana qarang, Sobir aka. Aytgan xizmatingizni qilib beraman. Shundoq. Siz uchun chiqarsangiz bo'ldi. Yo. Men qara. Sanjar, bolam, iltimos. Men sendan iltimos qilaman. Iltimos Sobir aka. Bu iltimosingni bosh qaytarmagin. Akajon, choyxona qilib beraman. Boshqa narsa to'g'risida gaplashaylik. Choyxona qilib beraman dedingmi? Ha, voy. Hamma narsa bo'ladi. Zo'r qilib choyxona qilib beraman. Xo'p deng, yo'q demang. O'z rostdan ham sinfdoshlarim choyxona qilib berishim kerak edi. Qanaqa u chaqchuqlari bilan bo'ladimi? Kerak bo'lsa paqchuqi ham bo'ladi. Ey, men qara. Faqat bir marta, tushundingmi? Tushundim. Bo'ldi. Dadangni hurmati uchun borib beraman. Bo'ldi. Xo'p. Boshqa unaqa iltimos bilan kirib o'tirma uyimizga. Men lasso so'rab kirib bemalol. Tushundim. Bunaqa bemalol iltimos bilan kelmalaring hiqildog'imga keldilaring. Tushundingmi? Xo'p, iltimos. Bo'pti. Faqat bir marta, tushundingmi? Bo'ldi, gap yo'q. Sai, keyin yana ming'ilab yurmang. Yo'q, ming'ilamayman. Saida. Labbay. Ana bu yerto'ladagi sandiqning kaliti qayerda? Nima qilasiz? Ozgina tirikchilik chiqib qoldi. Olib chiqsin. Bo'la qol tezroq. Xo'p. Rekvizitlarimni olay. Alo, assalomu alaykum Po'lat tog'a. Pulni oldinglarmi? Ha, oldik. Qayerdasanlar? Oldikda. Biz u yerga yetib qoldik. O'zi taniysanlarmi? Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin tog'a, biz Shavkat akani ko'rganmiz. Mo'ylov bor. Nima? Mo'ylov bor. Ha, mo'ylov bor. O, meni yaxshilab eshit. Pulni shaxsan o'zini qo'liga topshirlaring, tushundingmi? Xo'p bo'ladi tog'a. Keyin menga qo'ng'iroq qilib yubor. Xo'p. Qara dadang yo'qmi? Yo'q. Oyi, dadam Shavkat boyga o'xshab kiyim oldilar. Nima? Qani? Qalay? Yaxshi. Joyidami? Qo'rqmay, hammasi joyida bo'ladi. Hozir bo'ldi ish qilib. Ya, ana Shavkat aka. Shavkat akami? Ha, o'xshayapti. Assalomu alaykum Shavkat aka. Shavkat aka. Seni chaqiryaptimi? Nega? Dadam tanishlar Taniysan? kerak. Yo'q, qayerdan taniyman? Siz dovdiramasdan o'zingizni zo'r tuting. Dadamday. Bo'ldi, boring. Maktabda ko'rishamiz. Shavkat aka. Shavkat aka, mumkinmi? Menmi? Siz. Aniq menmi? Siz. Yaxshimisiz? Yaxshi. Tinchlikmi? Tinchlik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Shavkat. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar qolmay? Shavkat aka, mashinaga o'tirsangiz chetroqda gaplashamiz. Mashinaga? Ha, mashinaga. Boshim aylanib ketib qoladi. Mashinaga o'tirsam ko'nglim aylanib ketib qoladi. Tushundilaringmi? Sizga pul berib yuborgandilar. Po'lat aka. Qo'ng'iroq qilib aytgandilar-ku. Pul? Ha, pul. Po'lat aka? Ha, Po'lat aka. Pul. Po'lat aka. Men nima ekan deb o'ylabman. O'zi pul. Bor diplomat tog'am. Toshib ketdi. Tushundingmi? Men qara, hamma yoqni pul bosib ketdi. Uyimni yerto'lasida ham pul, tomga chiqsam ham pul, hammomni ochsam ham pul. Xullas hamma yoqda pul. Yo'q. Allergiyam bor pulga, tushundingmi? Allergiyam bor. Yana ochib ko'rchi. Yo'q. Voy xudoyim. Jonimga tegib ketganidan pulni ko'rsam, allergiyam qo'zg'ab, boshim aylanib ketadi. Tushundilaringmi? Ha. Buni hammasi mengami? Ha, sizga. Ha, sizga. Voy, o'tir, zilzila. Voy, subhanalloh. Dil sana subhanalloh. Noqtur chiqaring. Kalay noqtur. Subhanalloh. Tinchlik emas. Haligi Beshog'ochdan olgan kitim o'lib qoldi. Tushunarlimi? Bandali aka, bandali. Banda emas, u jinni balig'u. Kattaroq qozoning yo'qmi? Qovurib olamiz. Bari. Ha, bo'ldi. Tura qollaring. Ko'rdingmi? Yer qimirlasa ham boshim aylanib ketib qoladi. Pulni ko'rsam ham boshim aylanib ketib qoladi. Yo, hammasi joyida. Bo'ldi hisob.
faqat o'ziga bergin dedimi? Ha, shunaqa dedilar. Sizlarga kerak emasmi pul? Yo'q. Ukam yashavar. Yomon bola ekan sizlar. O'zichi pulni ko'rsamchi, negadir ko'nglim ayni, boshim aylanganda, hop, menga qarab turmaysanmi? Gapirganimda. Bunda o'tirgan ukam, mana bo'l. Mana mashina o'tirgan odam bilan gaplashganlaringda. Hopmi? Tushundilaringmi? Ko'p qaramurmalaring. Bo'ldi, menga qara. Xo'p. Bo'ldi. Buni menga berishlaring kerakmidi? Ha, sizga. Bo'ldi. Menga berishlaring kerak bo'lsa, bundachi hozirchi 10 gacha sanab turaman. Sekin ketaverasizlar. Tushundinglarmi bolalar? Xo'p aka. Meni tag'im dovdir deb o'ylamalaring. Shuga. Men jiddiy odamman. Tushundingmi? Bolalar. Voy bunni o'ynashli ekan. O'tir. Tez. Bo'laqa. Voy, tushunmadingmi? Hayda mashinangni. Hop, aka. Hali qayrishgacha tashlab qo'ygan. Salonga o'tiring. Yo, salonga o'tirsam ko'nglim ayni. Voy, bu turishda borib bo'lmaydimi maktabga? Qayerga olib ketaman? Uyga qo'yib ketaman. Yo, uyga bo'lmaydi. Say ko'rib qolsa jinni qoladi. Bekitishim kerak, qayerga bildi. Mana mana yoqqa bekitaman. Xolmat ekanmi? Axir tashkilotga joyga bekitsam ma'qulroq shekilli. Hech kim ochib qaramasa kerak bu yoqni endi. Albatta kelganimdan keyin berib yuborishim kerak buni. Men senga qanaqa tarbiya bergan edim, ha? Qanaqa tarbiya berganman? Qanaqa bolasan? Dadamga aytib beraman. Mana uyda deysan, yana nechta dadang bor? Bunimi 12 ta dadasi bor. Dada deysan. Odam emas bu. Buni qanaqa tarbiya qilishga o'zim boshim qotib qoldi. To'g'ri aytasiz. Bunga chora ko'rmasak bo'lmaydi. Qanaqa chora? Men sizga uni yozmishlarini Qani bitta ko'rsataman. ko'rsatingchi yozmishlarini. Ko'rsataman. Hey. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, rahmat. Sen bilan men uyda boshqachasi gaplashib qo'yaman. Nima dersiz? Ergashib. Ha, mana topdim. Mana ko'ring. Yozmish. Qani. Mana. Buni bitib qoldi. Qani. Voy sarmanda. Nima deysiz endi bunga? Qanaqa qilib yuzim ochib yuraman endi? O'qituvchining ko'ziga qanday qilib qarayman bundan keyin? Boshqa ishlari ham bor. Matematikasini olib ko'ringchi, qani ko'raylikchi. Hali rosa ko'p yozmishlari bor. Ko'rsating. Ey xudo. Qani u? Ha? Qayerda edi? Xo'sh. Mana bu qilsa kerak. Voy, nima qilyapsiz? Men o'zim sizga aytmoqchi bo'lganim, haliga nimadir demoqchi bo'ladigan bo'lsam, o'g'lim to'g'risida hech kim quloq solmasa, hech kim eshitmasa. Men sen bolaga qanday tarbiya berganman? Hali quloqingni shunday kesib olib, sho'laga sovuraman. Bekorga meni cho'la deyishmaydi. Men senday vaqtimda maktabda birinchi partda o'tirib olib, qo'limni shunday ko'tarib o'tirardim. Hamma fandan 4-5 bahoga javob berardim. Men seni hozir qo'ldan qo'yaman. Bo'ldi, ishlaning. O'zingizni bosing, Shavkat aka. Bo'ldi, Sanjar boshqa unday qilmaydi, to'g'rimi Sanjar? Ha, to'g'ri. Gapir. Yo'q. Bor chiqib tur. Dadangga ikki oz gapim bor. Chiqib tur. Tashqariga chiqib tur dada. Boplisizda, Shavkat aka. Tavba qildim. A'lochi bo'lganmishlar. G'irt ikkichi yalqov edingiz-ku. Voy. Men qachon yalqov bo'lganman? Men yaxshi o'qiganman maktabda. Shavkat aka, o'zingizmisiz? Meni hozir bitta narsa juda ham hayron qoldiryapti. Siz bu narsalarning hammasini qayerdan bilasiz? Voy, nega meni sizlayapsiz? Bitta sinfda o'qiganingizdan keyin bilaman-da. Siz Bitta sinfda? sinfdan sinfga qolaverib, bizni sinfimizga tushib qolganingizda menga yozgan maktublaringizni sira ham esimdan chiqara olmayman. Kechirasiz-sanu, siz-sanu. Ismingiz nima edi? Siz-sanu? Voy,
Malikaman, Malika. Mali? Ha? Voy, Mali. Men bunda qaraganimda kimgadir o'xshatdim deyman, bu odamni qayerda ko'rganman deyman. Bitta sinfda o'qiganmiz. Esimda bor, 10-yu sinfi. Bunda qarayman, Malimi, Feruzami deyman. Bir Sapuraga o'xshatiraman, bir Bashoraga o'xshatiraman. Kim ekan bu desam, Mali, yo tavba qildim. Men sizcha qilsam Mali? Voy. Qalay, tinchimsan o'zing? Ancha bo'pti ko'rishmaganimizga. O, necha yil bo'pti-ya? Nimaga necha yil bo'ladi? O'tgan hafta ota-onalar majlisida ko'rishdik-ku. Ota-onalar majlisi? Ota-onalar majlisida. Shavkat aka. Ha? Neydi-ku? Ota-onalar majlisida uchrashganmiz desam, sen yo'q, bozorda uchrashganmiz deysan. Xudoyim, nimalar deb tashladim? Ustoz, sening bolalari ham sen bilan o'qiydimi? Nima deyapsiz? Ustozim bolalari yo'q. Ular turmushga chiqmaganlar hali. Yo'q, turmushga chiqmaganmi? To'xta. Akammi? Ha, o'zlari. Ammam. Aka? Ket. Yashir. Nima qilamiz endi bu yoqqa? Qarama. Notur. Notur. Qalaysizlar? Assalomu alaykum amma, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Aka, nima qilib yuribsiz piyoda? Biza Nima qilib yuribsiz? Biz uyga ketmoqchi edik. Yo boshqa yoqqa boramizmi? Uyga. Unda juda yaxshi. Sizda o'z ishim bor edi. Sanjar, menga qara, sen uyga boraverma. Men otangni hozir больницаga olib borib kelaman. Biz tezda kelamiz. Yolg'iz qolmasin. Yuring. Dadam, doktordan qo'rqaman. Dadam. Sobit! Va Sobit! Hoy, Sekiro dadasi. Kim bo'layapti? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadam Shavkatboy bo'lib chiqib ketdilar. Shavkatboy? Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahvollaringiz yaxshimi? Tog'asiz yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sobir nega ishga chiqmadi? Shavkatboy o'g'li chiqdi-yu, yana shu eski hunarlarni boshladilar shekilli tog'ajon. Ha, qaysara. Bir kunmas bir kun shu parigini yo'q qo'raman de. O'zingiz bir qatora tergab qo'ymasangiz bo'lmaydi tog'ajon. O'zim gaplashib qo'yaman. Yaxshi urishib qo'ying. Voy, esim qursin. Uyga kiringlar. Mayli kelin. Biz shoshib turibmiz. Bozorga ketayotgandik. Sobirdan xabar olgani keluvdik. Qani oldindan Mayli kelin. Yaxshi qo'ying. Mayli kelin. Dadasi, yangi tikuvchi bor ekan. Shuni ham uyga bir kirib Yangi qo'yinglar. tikuvchini nima qilasan? Ha, eski tikuvchilar ham bor. Xo'p, mayli. Yuring, gaplashdim, bo'la qoling. Rengen tayyormas-ku. Obbo, nega tayyorlab qo'ymaysiz? O'zingiz indamadingiz-ku. Sen meni eshitgin, Nargiz. Sen nega odamga gapiga Bo'ldi, quloq solyapsan? keyin Men gaplashamiz. senga shu Bo'pti. Jim. Jon aka, sizni boshingizni ikkita qilib qo'ymasam bo'lmaydi. Juda ham yaxshi ayol deb maqtashyapti. Shu men kirishim shartmi? Uylangan bo'lsam men aka, tinchlikmi? Nima elallayapsiz? Nimaga bo'shashyapsiz o'zi aka? Muhabbat degani man degan erkakni sindirib qo'yarkan. Bo'ldi qiling. Jim, tushundingizmi? Ismi Zulayxo. Boyxonimami? Yo'q. Menga qarang. Sizni kelishingizdan xabardor, tushundingizmi? Qani, ketdik. Sigaret chakib kirsam maylimi? Jinni bo'ldingizmi? Bo'la qoling. Men o'zing ham kirmaysan? Kiring. Salom, yaxshimisiz? Hozir bir daqiqa. Aha, yo'q, bemorim keluvdi. Kim kirsa maylimi? Ha, kiravering. Men kelishimni aytishganmidi? Ha, aytishgan. Siz yechilib turing, men hozir. Nima? Eshitib ko'raman, eshitdim. Eshitdim. O'pkani ko'ylakni ustidan ham ko'rsa bo'ladi-yu, ha? Shunaqami? Nima dedingiz? Shavkatboy? O'tiring, nega turibsiz? Ha, yaxshi. Ko'rinishi qanaqa ekan o'zi? Ha, mo'ylovi ham bor ekanmi? Ha. Aytgandek, boyvachchami yoki mulla quruvmi? Bo'pti, WhatsAppdan rasmini yuboring, bir ko'raychi. Bemor kelib qoldi. Xo'p. U Shavkatboy bo'lajak kuyov bola shekilli, ha? Ha, yo'q, bir bemorim. Shavkatboyimish. Eshitganmisiz shunaqasini? Nima taniysizmi uni? Voy, taniyman, shaharli Shavkatni. Nafas oling. Chiqaring. Chiqaring. Shunday. Shaharli Shavkatboy juda ham boy odam. Yo'q-e? Pulichi dahshat ko'p. Rostdanmi? Chunkichi puli ko'pligidanchi Yupiterdanmi, qaysi mahaladan esimda yo'q, Marsdanmi, Saturndanmi, qanaqadir planetadanchi 4 gektar yer sotilgan. U yergachi to'yxona qurmoqchimi, parli qurmoqchimi? Laqqa balig'ini ilintiribman shekilli. Nima deysiz? Davolanishingiz kerak deyapman. Mana WhatsAppdan rasmiyam keldi. Voy!
Shoket aka, siz o'shami? Otabegim mening. Toshkentda shunaqa kelinimiz bor ekan, biz bilmasdan yurgan ekanmiz. Men sizni kutib turgandim. Axir men laqabaliqman-ku. Yo'q. Siz sozansiz. Akuladurman balkim. Balkim itbaliqdirman. Yo'q, kechirasiz, sizni tanimadim-da. Men mulla quruqman-ku. Yo'q, siz qo'lmullasiz. Yana mo'ylovman bor-ku. Voy, mo'ylovlaringizni o'zim tarab qo'yaman. Voy, nima qildingiz? Assalomu alaykum. Sobir? Sen nima qotiribsan bu yerda? Yo'q, meni Shavkat chaqiruvdi, tez kelib ola qoldim. Ya'ni iltimos degandan keyin yo'q deya olmadim. Chap-chat odamsan-u. Qani, paringni kiychi. Key. Mana. Faqat akang qo'rqib ketmasa bo'ldi. Akam sartaroshxonaga mo'ylovni oldirgani ketgan. Yo'q, sartaroshxonaga ketgan bo'lsa yaxshi. Mo'ylovni ham taq. Olay. Kulish bo'lsa. Sobir, kallamga bir zo'r fikr keldi. Shoshma. Uxlayapti-ku. Uyg'oting. Qanaqa uyg'otaman? Men uyg'onaman, pichirlashma. Aka, juda hushyorsiz-da. Bo'ldi aka. Bo'ldi. G'iyosboy Toyibga o'xshab qolmadimmi? Yo'q, Shokat aka, siz ham o'xshamadingiz. Beshog'ochda Po'lat aka degani chiqibdi, tanimaysanmi? Po'lat aka? Anu Po'lat pistachimi? Taniyman dedi. Lekin pistasi zo'r deb. Yo'q. Aka pista chaqasizmi? Yo'q, pista chaqsam basharamga o'g'ri toshib ketadi. Men taniyman. Yaxshi odam. Tag'in universitetda Lavz fakultetini bitirmaganmi? Yaxshi odam deb eshitganman, ha? Shunaqami? Menga pul berish kerak edi. Beradi, lekin unaqa odam emas, Shokat aka. Mayli. Ertaga yana bir kun muhlat beraylik. Olib kelib qolar. Qani? Go'labey. Qobil mo'ylovimga tegsa qitig'im kelib ketyapti. Yomon hazillashsiz. Yana qitig'la qobil qitig'la. Men ozgina o'zib olaman. Bosh qotirib. Sobir, men senga ishondimmi? Nargiz. Menga qara. Shu ishlarga meni aralashtirmagin. Akam bilib qolsa xafa bo'ladi. Akam uchun men javob beraman, Sobir. Sovchilikami, qiz ko'rishgami, birinchi bo'lib borib bersang bo'lgani. Akam mo'jarligini bilasan-ku. Uchrashmayman, ko'rishmayman deyapti. Men esa qayerga borsam kuyovni ko'raylik deyishyapti, Sobir. Yana 3-4ta joyi ko'rib kelganman. Nargiz, ikkinchi marta tushuntiraman. To'g'ri tushungin meni. Akangni oldida, Shavkat akani oldida men xijolatdaman. Hadeb buni kiyib yurmayman yo'dam yoqqa. Aytyapman-ku, men javob beraman deb. Keyin jiyanim bilan qilib yurgan ishlaringni akam bilib qolsalar, ha? Tushunmadim. Sen hozir bu gaping bilan meni qo'rqitmoqchimisan? Hazillashdim. Akamni uylantirishimga yordam bergin demoqchi edim. Po'pisa qilyapsanmi deb qo'rqib ketdim. Yo'q, menga qara, Sobir. Yolg'izlik nimaligini o'zing juda ham yaxshi tushunasan-ku. Yordam bergin endi, sinfdosh. Mayli. Yordam berganim bo'lsa, Nargiz. Menga qara. Agar ko'z ostingga olib qo'ygan qizlar boyiga doktorga o'xshagan bo'lsa, yig'ishtir unaqa karam cho'rga. Bo'ldi. Undan ko'ra haligi jiyaning Sanjarni o'qituvchisinikiga boringlar, sovchilikka. Malikanikiga. Sanjar o'qituvchisi? Nima? Akam bilan Malika bir sinfda o'qishgan ekan. Uni ustiga u yoshligida sevgi bo'lgan ekan. Eng asosiysi, Malika hali
turmushga chiqmagan ekan. Bir-birini yaxshi ko'rishgan ekan deysanmi? Ha? Voy, yashavor Sobir. Shuncha vaqt qayoqda eding, Sobir? Nargiz, qo'y. Odamni xijolat qilib qo'yaver. Nima deysan endi? Menga qara. Men hozir Sanjarni maktabiga bor. Senga kechqurun qo'ng'iroq qilaman, tushundingmi? Tot, Nargiz. Ha. Mana bu haydovchingga yaxshilab tayinlab qo'ygan. Tag'in Shokat akaga aytib o'tirmas. Xo'p. Undan keyin mana bu parik bilan ushab tur. Ha. Mana bu mo'ylov ham seni mashinangda tursin. Uyimda tag'in xotinim ko'rib qolsa, har xil xayolga kelmasin. Mayli, bo'pti. Bo'pti, tushundingmi? Xo'p. Qo'ng'iroqlashamiz. Xo'p. Odamni xursand qilding. Joyda turgan bo'lsa kerak. Voy. Ha, dada. Nima qilyapsiz? Tinchlikmi? Men haligi Qayerlarda yuruvdingiz? Xolmat akani o'tinlarini taxlab qo'yatdim. Ha. Hali menga o'tin taxlab bermagan qo'shninikini taxlaydigan bo'lib qoldingizmi? Endi hamsoyamizni Xolmat akami o'tini. Endi bir mahalla bo'lgandan keyin seniki meniki bormi? Hamma bir oila. Qayerda edingiz? Men hamkorlar bilan uchrashuvga ketdim. Voy, qanaqa hamkorlik? Qassoblading? Qassobmas. Hamkorlaringiz chiroyli ekanmi? Qassoblar chiroyli emas, o'zi diplomat. Sizga nima bo'ldi? Nima bo'lish kerak? Nima bo'lish kerak? Qayerda yurganimni aytaymi? Doktor dedim. Meni tekshirishdi. Jinni bo'lib qolsan dedi. Chiririb ketyapsan dedi. Tushundingmi? Nimalar deyapsiz? Eshitganing, uyga kir. Ichkariga kir dedim. Choydan qo'y. Qani? Shokat aka, lekin anchadan beri bunaqa shirin tovuq yemadim. Shokatboy bilan yursang faqat shirindan yeysan, ukam. Lekin och qolmasligim aniq. Rahmat. Qani? Labay. Sher ovlagim kelyapti. Bugun Afrikaga uchasan. Bir 15 tacha sher olib kelgin. Nima qilaman? Taqqini otib o'ldiraman. Gashti bor uni, gashti. Lekin eng muhimi boshqa yoqda. Qayoqda? Singlim Nargizani bilasan. Olavering, tortinmang. O'sha meni uylantirmoqchi. Rostdanmi? Yaxshi-ku. Uylaning aka. Uylanishga uylanaman. Ha. Lekin o'g'lim Sanjarga ona mehrini bera oladiganiga uylanishim kerak. Qayoqdan olaman shuncha pulni? Alo, Sobir? Ha, eshitaman. Bu men Nargizaman. Ha, tanidim Nargiz, yaxshimisan? Meni kunduzi juda ham xursand qilding. Men surishtirdim, uyni topib qo'ydim. Oyi, darsimiz qabulda. Beshog'och 33-uyda yashar ekan. Ertaga seni olib ketish uchun 11da kelaman. Tayyor bo'lib tur, tushundingmi? Nargiza. Olabey. Faqat uyimga kelganingda eshigim tagigacha kelib olmagin. Nega? Saida rashk qilganga o'xshayapti. Uyimda ham tinchlik buzilgan. Xo'p. Bo'pti, ko'rishguncha. Xo'p, ertagacha. Yaramasay. 5 qayrag'och 33 dedim-a? Yo 5 og'och 33 dedimi? To'g'ri eshitdimmi? Betingiz qursin, sizni er bo'lmay. Mana kiryapman. Assalomu alaykum. Ketib bo'lishdi-yu allaqachon. Tog'a, yuring. 5 qayrag'och 33-uyga boramiz, yuring. To'xtang. Siz hech qayerga bormaysiz. Men o'zim borib tinchdaman. Tog'a. Men ketdim. Bo'pti, kelin. Men o'zim boraman. 5 qayrag'och 33-uy dedingizmi? Ha. Oyi, tog'ajon nimaga kelibdilar? Dada ishga bormagan ekanlar, shunga kelibdilar. Voy, oyi, o'ralarga o'zim chiqaymi? Bor darsingni qil.
Shunaqa. Esing joyidami o'zi, a? Bir diplomat pulni ham ko'chaga berkitadimi? Men qayoqdan bilay? 20 daqiqada qaytaman deb o'ylovdim. Mayli, siqilma bo'ldi. Kuyinganing bilan pul paydo bo'lib qolmaydi. Sobir. Pulni o'zimni bo'ynimga olaman, tushundingmi? Faqat kechagi rejani amalga oshirsang bo'ldi. O'ylab gapiryapsanmi, Nargiza? Menga akamni boshini ikkita qilib baxtli qilsang bo'ldi. Pul topiladi. Yo'q, men unaqa qila olmayman. Chi? Men unaqa qila olmayman? Bu nima deganing? Sen ham menga yordam beryapsan, to'g'rimi? Xo'sh. U yog'idan xavotir olma. Buni ustiga u ayolning onasi yo'q ekan, otasi bilan birga yashayotgan. Sen bormasang bo'lmaydi, tushundingmi? Yo'q, qo'limdan kelmaydi, unaqa qila olmayman. Ko'p gapirma. Nima qilishim kerak? Ko'p gapirma, paringni kiy. Bo'l tez. Bo'lon taq. Xotinim bo'lganingda urib o'ldirib qo'yardim. Men ham sendaqa erga tegmasdim. 5 qayroqosh 33-uyimida. Shu shekilli. O'zim keyin qo'ng'iroq qilib boraman. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, qizim? Tuzukmisiz? Yaxshi. Haligi menga Dila degan tikuvchi qiz kerak edi. Menman Dila. Voy, sizmisiz? Voy, haligi men shu o'zimga ko'ylak tiktiray deb keldim. Sizgami? Ha, o'zimga. Mayli. Kiring. Hoy. O'zingiz yaxshimisiz? Eshitishimcha juda chevar ekansiz. Hozir. Ha, mayli. Allo, ha dadasi, yaxshimisiz? Tinchlikmi? Ha, bitta mijozim kelib qoldi. 15 daqiqalardan keyin keling. Keyin ketaveramiz. Voy! Ha, bu nima qilganingiz, singiljonim? Ko'zingizga qarashingiz bo'lmaydimi? Uzr opajon, kechirasiz. Yaxshiyam oddiy sharbat ekan. Shunday dazmollab quritib beraman. Yuring ichkariga. Voy, o'rgildim. Mana malikaning Sobir, keldik. Ko'rdingmi, Nargiz? Sovchilikka tanlagan uyimni ko'rdingmi? Bizda stajimiz bor. Tushundingmi? Sinfdosh. Endi mana shu sovchilikdan kelguncha sovchilik agentsiyasini ochib olsam kerak. Yoqqam sovchilikka borib Menga qara, ko'p valdiramasdan ishga kirish. Tezroq boraylik. Ha? Shokat akami? Ha, o'zlari. Voy. Assalomu alaykum Shokat aka. Assalomu alaykum. Aka, nima qilib turibsiz u yerda? Hozir. Nargiza ishi pachevas chiqqanga o'xshaydi. Nimaga degin? Nimaga? Sovchilik bo'ldi, dabdalasi chiqdi endi. Nega? Nimaga desang? Qizi dadasini oti Po'latmidi? Po'lat deyishgan. Po'latmidi? Shuni aytmaysanmi? Hozir. Men yo'qotib qo'ygan pul bor edi-ku. Xo'sh. O'sha pulni mana shu bolalar olib bergan edi. Demak, bu pul Po'lat puli. To'g'rimi? Yo'q. Bundan chiqdi, Po'lat bilan Shavkat ikkalasi tanish. Ana senga sovchilik-ku, mana senga sovchilik. Zamonaviy sovchilikka boramiz deysan. O'rgildim. O'tirib tur. Nima o'tirarkanman? Men ham birga kiraman. Men kirib ob-havoni bilib keyin chiqaman. Tushundingmi? O'tirib tur dedim. Xo'p. Ishchi beligi tepasan hozir. Shunda ham sovchilik beligi tepilib turibdi. Shavkat aka, keling. Hozir. Keling. Ukam, mashinani yaxshilab yuvib, dam soginda sotib, o'rniga bir 6 tami, 7 ta Captiv olib kelarsan. 6 da bo'shayman. Nima qilib turibsiz u yerda? Keling aka. Hushyorsizlar. Judayam orqamdan tanib qolganinglarni qaranglar, ukalar. Keling aka. Men tanimasanglar kerak deb o'yladim. Gap yo'q, zira. Po'lat tog'amni oldilarga keldingizmi? Po'lat tog'ayni oldiga kelmovdim-u, mana mahallada bir 1000 soto kichkinagina yeri bor ekan, o'shani sotib olmoqchi edi. Yana 15 mingmi, 20 mingmi soto yeri bo'lsa ham olamiz. Tovuq boqaman u yerda. Tushunishim bo'yicha bu Po'lat tog'ayning uylari bo'lsa kerak-a? Sal kichkinaroq ekan, Tikoga o'xshatib yubordim. Voy, maza qildim. Endi bori shu, shinamgina. Tanishga kiramiz.
Amma kelgandan keyin ko'rishib qo'yib qolaylik. Qani Shavkat aka? Ukam ikkita qo'rtam olib kelgan bozordan. Xo'p. Kechirasiz aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Beshqayrag'och 33-uy qayerda? Bilmaysizmi? Mana bu uy 33. Rahmat. Sog' bo'ling. Sabir. O Sabir. Sabir. O Sabir. Ish qilib sharbatni dog'i ketarmikin? Ketadi opajon, ketadi. Qursin-da. Allo. Ha, hayotim, keldingizmi? Voy, hozir bir daqiqa kutib turing. Chiqyapman, azizim. Ey, azizim, hayotim. Nimalar dovuradi bu ayoli? Voy. Voy. Dadasimi? Voy sho'rim. Qarib qo'yilmagan ey, voy, eski tikuvchim bor deb-a. Men sizga hozir ko'rsatib qo'yaman. Shoshmay turing hali. Hozir qo'lingizni ko'rsataman. Menga qarang. Voy, xotinim-ku. Ha, nima? Bu nima qilibdi bu yerda? Voy, dadasi. Voy, menga qarang. Ja, eski tikuvchi topdim deb tikuvchini ham yoshroqni topgan ekansizda, a? Voy, xotin. Hozir o'rima hozir. Ha, aka. Nega qaratyapman? O'zingizni bosing. Ey, sen o'shani olsang. To'xtang, kurashsanglar, ana katta ko'chaga chiqinglar. Uyimda janjal qilmanglar. Ha, xotin. Buncha bidirlisan. Bo'shashman. Hayotim, azizim deysan, o'zi boshlanoq menga yoqmagan eding. Voy, opajon, nimalar deyapsiz? Ana meni hayotim. Assalomu alaykum. Ko'rdingizmi? Voy. Salom. Dadasi, hozir 5 daqiqada chiqaman. Men bu amakini birinchi marta ko'rib turibman. Xo'sh. Menga qarang. Bu joylarda nima qilib yuribsan? Sobirxona. Qanaqa joylarda? Tikuvchinikida. Sobirxon deyapman. Qanaqa Sobir? Dadasi. Uydagi ishlarni tashlab nima qilib yuribsan? Voy, dadasi. Haligi nimalar deyapsiz? Bu anavi tikuvchi qiz. Ko'ylak tiktirgani kelgandim. Tikuvchiman. Sizga ham tik beraymi? Beshqayrag'och 33-uy shumi? Ha, shu men uyim. Eshitdingizmi? Unda Sobir qani? Qanaqa Sobir? Voy, dadasi. Tinchlikmi? Xo'sh, Saltoroy. Assalomu alaykum, koptogimni bering. Ha, bo'ldi bolam. O yoqqa borib tur. Darvozaga tur. Koptoni qara. G'ir tarvuzga o'xshaydi. Tavba qildim. Zamoni zayli bilan tarvuzni ham kopton qilib yuborishibdi. Ma bolam. Hop, ha ala. Qormasinlar bog'bon aka. Daraxtlarni chiroyli qilib qo'yibsiz-ku, ha? Bizi ham hovlida bir qaraydigan joylari bor edi. Qarab bera olmaysizmi mabodo? Xursand qilib yuborardik. Bular boshqa joyda ham ishlayverarlarmi yo faqat shu joyda ishlaylarmi? Yo'q, adashdingiz. Murat aka shu kishi bo'ladilar. Tog'a, Shavkat aka sizni oldingizga kelgan ekanlar.